Prezidentimizning 2024-yil 4-oktyabrdagi kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroridan kelib chiqib, ishsiz va kambag'al oilalarni tashqi mehnat bozori talablariga mos bo'lgan ishchi kasblarga hamda xorijiy tillarga o'qitish bo'yicha viloyatimizda ham yangi loyihalarga start berilgan edi. Natijada so'nggi 2 oy ichida 140 nafarga yaqin fuqarolar Germaniyadagi yetakchi kompaniyalarda ishlash huquqini qo'lga kiritishdi. 2025-yil 18-avgustda Germaniyaning yetakchi kompaniyasi bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra 200 nafar qassobchilik sohasidagi kadrlarga buyurtma qabul qilingan edi. O'tgan oyda muddatli o'quv kurslarini tugatgan 30 nafar buxoroliklar Yevropa davlatiga ishlash uchun jo'natildi. Hamkorlik doirasida yana 110 nafar fuqarolar Germaniyada yuqori maoshli kasblarda faoliyat yuritish bo'yicha shartnomaga ega bo'lishdi. Bu jarayonda o'ziga xos xususiyati biz demak 3 oydan 6 oygacha bo'lgan davrda nemis tiliga, kasbiga hamda madaniyatiga fuqarolarimizni bepul o'qitib, ularni demak tartibli, xavfsiz migratsiya orqali demak Germaniya davlatida ishga joylashishiga yaqindan ko'maklashdik va bugungi kunning quvonarli jihati yana shundaki, bugun biz 10 nafar oila, ya'ni turmush o'rtog'i bilan ayolini birgalikda ishga joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu albatta juda ham bir yaxshi imkoniyat. Shundanda hozirda aniq ish o'rniga ega bo'lganlar orasida Germaniyaga oilaviy jo'natilayotganlar ham ko'pchilikni tashkil qilayotgani kelgusida ularning turmush farovonligini oshirishda muhim o'rinni band etadi. Biz davlatimiz olib borayotgan siyosatdan juda ham xursandmiz. Mana prezidentimizning shuncha qo'llovlari orqali mana shunday ishlar amalga oshirilayotgan ekan, juda ham xursandmiz. Sababi biz mana Germaniyaga ishga borishga shartnoma berilyapti. Germaniyadan kelgan ish beruvchi tomonidan. Shartnomada ko'rsatilgan maosh boshlanishi 2700 yevro aytilyapti. Bu ishga qarab yana oshish ehtimoli juda ham katta. Ma'lumotlarga ko'ra, ishchi kuchiga talab eng yuqori bo'lgan davlatlardan biri Germaniyada hozirgi kunda 19,8 ming nafar turli sohalarda o'rta va yuqori bo'g'in kadrlarga ehtiyoj bor. Ish beruvchi kompaniya vakilining ta'kidlashicha, joriy yilning o'zida yana 100 nafarga yaqin buxorolik yoshlar imzolangan mehnat shartnomasiga muvofiq yuqori daromadli kasblarga joylashtirildi. General Manager der Firma. Bizning kompaniyamiz Yevropadagi eng yirik go'sht ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Biz doim Germaniyada malakali mutaxassislarni ish bilan ta'minlab kelamiz. Loyihamizni Buxoroda dastlab sinov loyihasi sifatida amalga oshirib, 30 nafar mutaxassisni ishga qabul qilish bilan boshlagan edik. Hozirda kompaniyamiz navbatdagi 110 kishilik guruhni ishga qabul qilish bo'yicha shartnomalarni bermoqda. Aytishim kerak, bu boshlangan tashabbus har ikki tomon manfaatlariga xizmat qiladi va biz bu yo'nalishda uzoq yillar hamkorlik qilishga tayyormiz. Eng asosiysi, migratsiya agentligi tomonidan Germaniyaga yuboriladigan fuqaro tartibli, xavfsiz va tashkillashtirilgan tarzda ishga joylashishadi. Quvonarlisi, bu loyihaga kelgusida qo'shni viloyatlar aholisini ham jalb qilish nazarda tutilmoqda.